Men tug'ilgan kunimda olishni xohlaydigan neobычный sovg'alar. Bu videoga like bosib qo'yinglar namyog uchun va menga obuna bo'lishni unutmanglar. Birinchisi, qo'lda yozilgan mana shunaqa xatlar. Agar meni birorta yaqin insonim qo'lda mana shunaqa xat yozsa, men bilmadim qanaqa hissiyot bo'ladi. Men qo'lda yozilgan narsalarni juda ham qadrlayman. O'zim ham ko'pincha yaqin insonlarimga qo'lda yozilgan xatlarni berishga harakat qilaman. Insonni chin dildan chiqqanligi uchun ham bu boshqacha chiroyli deb hisoblayman. Ikkinchisi, soat 12 da o'rtoqlarim kelib uyim oldiga tabriklashi. Meni eng katta orzularimdan bittasi ham shu. Hech ham hali meni eshigimning oldiga kelib 12:00 da meni tug'ilgan kunim bilan hech kim tabriklamagan. Balki men kuzda tug'ilganligim uchun kelishmasa, qorong'u bo'lib ketadi desa. Lekin izlagan imkon topar. Uchinchisi esa men yaxshi ko'radigan narsalarni boks qilish. Misol uchun men qanaqadir shirinlikni yaxshi ko'rsam, o'sha shirinlikka meni rasmlarimni, eng yoqtiradigan narsalarimni bitta boksga jamlab, menga sovg'a qilishsa juda ham xursand bo'laman. Bu videoni tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qilishni bilmayotgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Va menga obuna bo'lib ketinglar albatta.